Erkaklar, quloq soling, agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash va pastki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bunga beparvo bo'lmang, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix. Bu mahsulotni turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiya qiladi va Prostamix 17 xil shifobaxsh giyoh jamlangan eng kuchli formula sanaladi. Jinsiy zaiflik bilan birga bepushtlikni oldini olishda yordam beradi. Bugun buyurtma bering va 50% chegirmadan foydalaning. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 503 2200. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kanal Turfaolam. Associated Press agentligining axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari suvosti kemasi Hind okeanida Eron fregatini cho'ktirdi. Xabarda aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari suvosti kemasi Fors ko'rfazidan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan hududda Eronni Iris Dena fregatiga torpeda bilan zarba berib, uni cho'ktirgan. Kema Shri Lanka sohillari yaqinida hujumga uchragan. Ma'lumotlarga ko'ra, fregat bortida 180 nafarga yaqin odam bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Pete Hegsethning aytishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari suvosti kemasi Hind okeanida Eron harbiy dengiz kuchlariga tegishli kemaga torpeda bilan zarba bergan. Uning so'zlariga ko'ra, kema xalqaro suvlarda xavfsiz deb hisoblangan hududda bo'lgan, ammo torpeda zarbasi natijasida cho'ktirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ishonilsa, hujum natijasida kamida 80 nafar odam halok bo'lgan. Ayrimlar qutqarilgan, ekipajning yana bir qismi esa bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, fregat Hindistonning sharqiy portidan Eronga yo'l olgan vaqtda zarbaga uchragan. Pentagon tarqatgan videoga ko'ra, torpeda kemani orqa qismiga zarba bergan. Portlashdan keyin kema havoga ko'tarilib, so'ng yong'in chiqqan va yana kuchli portlash sodir bo'lgan. Bilmaganlar uchun eslatma, Iris Dena Eronning eng zamonaviy harbiy kemalaridan biri hisoblanadi va u 2021-yilda xizmatga kiritilgan bo'lib, yer-havo raketalari, kemalarga qarshi raketalar, artilleriya qurollari, pulemyotlar va torpeda qurilmalari bilan jihozlangan. Pentagonning ma'lum qilishicha, urush boshlanganidan beri 20 dan ortiq Eron harbiy dengiz kemasi yo'q qilingan, ammo Iris Dena oilasiga mansub kema bu birinchisi sanaladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli Kuchlari Birlashgan shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Dan Keyn bu orqali Eronning mintaqadagi katta dengiz kuchlari deyarli neytrallashtirilganini aytgan. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari admirali Brad Cooperning bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari o'ziga qarshi o'q uzishi mumkin bo'lgan barcha vositalarni, shu jumladan Eron flotini yo'q qilishga harakat qilmoqda. Aytilishicha, Eronning eng jangovar suvosti kemalaridan biri ham zararlangan. Bandar Abbas yaqinida Fateh turidagi suvosti kemasi shikastlangan. Endi Qo'shma Shtatlarni Eron osmonida nazorat o'rnatish uchun tashlagan qadami haqida qisqacha so'z yuritamiz. Economist agentligining axborotiga ko'ra, Pentagon notasi va urush vaziri Pete Hegseth o'zining yangi bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Isroilni yaqin kunlarda Eron havo hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatish uchun yangi yurish boshlashini e'lon qilgan. Pete Hegsethga ko'ra, dunyodagi eng kuchli ikki harbiy havo kuchlari, ya'ni Pete Hegsethning ta'rifiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Isroil havo kuchlari bir necha kun ichida, ko'pi bilan bir haftada Eron osmonini nazoratga olishga harakat qiladi. Pete Hegsethning taxminiga ko'ra, agar Eronning havo chegarasi nazoratga olinsa, bu holda Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqchilariga qarata yo'llangan raketalarni Eronning osmonida urib tushirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa urushda 50% g'alaba degan gapdir. Eslatib o'tamiz, Tucker Carlson ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida Amerika Qo'shma Shtatlarining senatining yangi qaroridan keyin Qo'shma Shtatlarni Isroilning mustamlakasi deya e'lon qilgan. Bu e'longa esa hozirgina eslatilganday senatning qarori sabab bo'lgan. Gap shundaki, Amerika Qo'shma Shtatlari senati Donald Trumpni Eronga qarshi harbiy harakatlarni oshirish imkoniyatidan cheklash to'g'risidagi qonun loyihasini qat'iy rad qilgan. Bu degani Trumpga bundan keyin Eronga qarshi istalgan qurol bilan zarba berish imkoniyati taqdim qilindi va Trumpga keyinchalik bu harakat uchun hech qanday javobgarlik tahdid qilmaydi degan gapdir.
Endi Trump bilan Netanyahuga berilishi ko'zda tutilgan Nobel mukofoti haqidagi shov-shuvli xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Fox News'ga bergan intervyusida Isroilning New Yorkdagi bosh konsuli Ofir Akunis Eronga qarshi urush uchun Donald Trump bilan Benyamin Netanyahuga Nobel mukofotini berishni taklif qilgan. Ofir Akunisga ko'ra nima emish, Eronga qarshi harbiy operatsiya Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatilishiga olib kelarmish. Misol sifatida u 1979-yilni esga olgan. O'shanda Misr rahbari Anvar Saodat va Isroil bosh vaziri Menachem Begin tinchlik kelishuvlari uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlangan edi. Agar Trump va Netanyahuga shu mukofot berilsa, dunyo bolalar qirg'ini uchun qotillarni taqdirlanishini birinchi marta guvohiga aylanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.